Tabiat va inson bir-biri bilan uzviy bog'liq, ajralmas tushunchalardir. Inson tabiat qo'ynida voyaga yetadi, uning ne'matlaridan bahramand bo'ladi va hayoti davomida tabiat bilan doimiy munosabatda yashaydi. Shu bois tabiatni asrash, uning boyliklaridan oqilona foydalanish har birimizning muqaddas burchimiz hisoblanadi. Tabiat bu havo, suv, yer, o'rmonlar, tog'lar, hayvonot va o'simlik dunyosi demakdir. Yurtimizdagi go'zal maskanlar, jumladan suv omborlar, sun'iy ko'llar kabi hududlar tabiatning betakror go'zalligini namoyon etadi. Bunday maskanlar nafaqat dam olish uchun, balki noyob o'simlik va hayvonot turlarini saqlab qolishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Inson tabiat ne'matlaridan foydalanar ekan, uni asrab-avaylashni ham unutmasligi kerak. Atrof muhitning ifloslanishi, suv resurslarining kamayishi, o'rmonlarning qisqarishi, bularning barchasi inson faoliyati natijasida yuzaga kelmoqda. Shuning uchun ham ekologik madaniyatni yuksaltirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa global miqyosdagi muammolar, jumladan Orol dengizi fojiasi barchamiz uchun katta saboq bo'ldi. Tabiatga beparvo munosabat qanday oqibatlarga olib kelishini ushbu misol yaqqol ko'rsatib turibdi. Shu bois har bir fuqaro tabiatga nisbatan mas'uliyat bilan yondashishi, uni muhofaza qilish ishlarida faol ishtirok etishi zarur. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi masalalariga bag'ishlangan muhim ekologik sanalar bo'yicha o'tkaziladigan tadbirlarning kalendar rejasi tasdiqlangan. Mazkur kalendar rejaga muvofiq qushlar dunyosi umuman biogeografik xilma-xillikni muhofaza etish maqsadida 3-fevral Xalqaro qushlarni oziqlantirish kuni munosabati bilan Samarqand viloyati bo'ylab qishda qushlarga ko'mak aksiyasi tashkil etildi. Ayni damda ushbu aksiya doirasida qushlar ko'p to'planadigan joylarga ozuqalar joylashtirish kabi tadbirlar olib borildi. Bu ham qaysidir ma'noda ekologik barqarorlikni saqlab qolish, tabiat uyg'unlashishiga yordam demakdir. Nurobod tuman ovchilari jamoatchilik tomonidan o'zlarining tashabbusi bilan yovvoyi qushlarning qishloqda oziqlantirish ishlari olib borilmoqda. Ularga rahmat aytamiz, mana jamoatchilikka o'z hisobidan olib kelindi. Viloyatimizda bu kabi tadbirlar belgilangan reja asosida muntazam ravishda olib boriladi. Viloyat ekologlari tomonidan tabiatdagi hayvonlarni saqlab qolish, yovvoyi tabiatni o'z holicha qolishi hamda ularni ko'payishlari uchun ham doimiy ravishda monitoring, kuzatuv ishlari olib borishadi. Bugungi kunda mamlakatimizda ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Yosh avlodni tabiatga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalash, ko'chat ekish, hududlarni obodonlashtirish, chiqindilarni saralash kabi ishlar atrof muhitni muhofaza qilishda muhim ahamiyatga ega. Qish faslida suv haroratining pasayishi suv osti hayvonlarining hayot tarzi va oziqlanish faolligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa baliqlar va boshqa suv jonzotlari suv sharoitida kam harakat qiladi. Modda almashinuvi sekinlashadi va oziqqa bo'lgan ehtiyoj ham o'zgaradi. Kunlar soviganda nafaqat suv osti jonzotlari, balki qushlarni ham ozuqa topishi va kun kechirishi birmuncha qiyinlashib boradi. Bu jarayonda soha xodimlari tabiatda uchraydigan yovvoyi hayvon va jonzotlarga sun'iy ozuqa manbalari yaratadi. Barcha mana Ishtixon tumani ovchilari jamoatchilik birikkan holda shu Oqdaryo suv omborida qushlarni oziqlantirish maqsadida donli, bashoqli urug'larni qirg'oqlarga suv ombor qirg'og'iga sepib chiqyapti. Bu qishki mavsumda
uchib o'tuvchi va qishloqqa qoluvchi qushlarning bahorgi mavsumga yetib olishiga oziqa manbaiga aylantiriladi. Bu bizning O'zbekistonda uchib kelayotgan, migratsiya orqali kelayotgan qushlarni doimiy turishiga va yashab ketishiga katta imkoniyat bo'ladi. Buning uchun rahmat aytamiz barcha ovchilarga, jamoatchilikka katta rahmat. Chunki barcha xarajatlarni jamoatning o'zi kelishgan holda o'zaro kelishib, shu donlarni tashkil qilishdi va sevib chiqishdi. Ozuqa maydoni yaratishda eng avvalo shovqin solmaslik lozim. Aks holda mavjud hayvonlar tanlagan joylarini o'zgartirish, sun'iy ozuqa yaratishda esa o'zlariga qo'yilayotgan tuzoq deb o'ylashi mumkin. Ko'l va suv omborlarida yashovchi o'rdak va boshqa suv qushlariga qishda qo'shimcha ozuqa berish mumkin. Masalan, yovvoyi o'rdaklarga don, bug'doy, maydalangan makkajo'xori berish tavsiya etiladi. Ammo non berish tavsiya etilmaydi, chunki u qushlar sog'lig'iga zararli. Yana bir muhim jihati, suv yuzasi muzlab qolsa, kislorod almashinuvi qiyinlashadi. Shuning uchun muz ustida havo almashinuvi uchun teshiklar ochib turish kerak. Qishda asosiy e'tibor ortiqcha oziq berish emas, balki suv sifati va kislorod miqdorini saqlashdir. Tabiiy suv havzalarida yovvoyi hayvonlarni haddan tashqari oziqlantirish ekologik muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Juda katta ish bo'lyapti haqiqatdan ham. Qushlarni oziqlantirish bu ham kerak narsa. O'sha migratsiya, qushlar shu yerda ovqatlanib yana pastga janubga uchishlari mumkin. Chunki sog'-salomat borish kerak, bo'lmasa bular yo'lda nobud bo'lishi mumkin. Jamoatchilik asosida shunday ishlar bo'lyapti. Bunaqa ishlar har yil biologik tadbir o'tkaziladi, lekin bunaqasi bo'lmagan. Haqiqatan ovchilarga juda ham katta rahmat. Qishda sovuq kunlarida ovchilik xo'jaligi va ekologiya tashkilotlari tomonidan Samarqand viloyati ovchi baliqchilar sport bo'limiga tegishli xo'jalikka tegishli Sabrsoy, Kattaqo'rg'on suv ombori, Toytuyoq, Oqdaryo suv ombori, Sho'rko'l suv omborlarida biologik tadbirlar o'tkaziladi. Bu qanaqa tadbirlar? Bu o'sha uchib kelayotgan qushlarni shu sovuq vaqtlari oziqlantirish kerak bo'ladi. Chunki ular uzoq yo'llardan uchib kelib, migratsiya zonasi o'sha yerlarda boshqa tomonlarga ketish kerak. O'sha oziqlantirishda ular kuch olib, keyin yana uchishni davom ettirishlari uchun, keyin bu tabiatni kelajak avlodga saqlab qolish uchun mana shunaqa biologik tadbirlar o'tkazilib kelyapti. Mana bugun biz hozir Kattaqo'rg'on suv omborida biologik tadbirlar o'tkazdik va qushlarni qishki oziqlantirish bo'yicha oziqlantirdik. Tabiat insonning yashash manbai, sog'lig'i va farovonligining garovidir. Uni asrash kelajak avlod oldidagi mas'uliyatimizdir. Tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish orqali biz o'z kelajagimizni, farzandlarimiz taqdirini himoya qilgan bo'lamiz. Qish faslida suv osti hayvonlarni oziqlantirishda ehtiyotkorlik va me'yorga amal qilish muhim. Sovuqda ular kam oziqlanadi. Shuning uchun asosiy vazifa sog'lom muhitni ta'minlashdir. you